Nima bu tormi? Sizniki tormi? Sizniki tormi? So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'layotgan mazkur video va qo'shiq sabab tarmoq foydalanuvchilari va ko'plab san'at vakillari ham Madaniyat vazirligiga jiddiy murojaatlar bilan chiqishmoqda. Tarmoqlarda faollar qo'shiq so'zlarida me'yordan oshgan 2 san'atkorga nisbatan e'tirozli izohlarni yozib qoldirishmoqda. Ushbu video va qo'shiqni kimdir so'nggi vaqtlarda omma e'tiboriga tez tushish ilinjida qilinayotgan PR deya atayotgan bo'lsa, yana boshqalar nega bu va bu kabi aktyor va aktrisalarga hali ham chora ko'rilmayotganini izohlarda yozib qoldirishmoqda. Kadrda qo'shtirnoq ichidagi 2 ma'naviyat targ'ibotchilari go'yoki hazilomuz qo'shiq orqali nimaga ishora qilishayotgani ziyoli qatlam vakillarining o'rinli e'tirozlar bildirishiga sabab bo'ldi. Eng achinarlisi, tarqalgan videoda aktrisa qo'lida o'zbek milliy cholg'u asbobi bo'lgan dutor, egnida esa milliy libos atlas bilan ko'ringan. Mazkur video respublika bo'ylab muhokama qilinib, keskin tanqid va e'tirozlarga sabab bo'lgandan so'ng Yakzon nomi bilan tanilgan shou-biznes vakili tayyorlangan ushbu nomaqbul kontent uchun o'zining Instagram sahifasi orqali uzr so'rab chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, har doim ham o'ylagan maqsadlar amalga oshavermasligi va aksincha bo'lishi ham mumkinligi uning uchun u o'zini aybdor his qilganini bildirgan. San'at vakili Nilufar Hamidova bilan tayyorlagan kontentni kuzatuvchilar e'tiroziga sabab bo'lgani uchun barchadan uzr so'ragan. So'nggi paytlarda aktrisa va xonanda Nilufar Hamidova bilan qilgan kontentimiz juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi va ba'zi kuzatuvchilarning g'ashiga tegdi. Buning uchun o'zimizni aybdor his qilamiz. Bizning maqsadimiz esa shunchaki kuzatuvchilarga yumor, ya'ni kulgi ulashish edi.